Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kecha yaqinda X Factor haqida o'z shaxsiy fikrimni bildirib chiqqandim. Shunga nisbatan qaysidir Instagram sahifasi meni videomni olib, ustiga haqoratli so'zlar yozib, o'z Instagram sahifasiga qo'yibdi. Mayli haqorat qilgan bo'lsa, gunohi o'ziga, biz javob qaytarmaymiz, hech narsa demaymiz. Bizni odamlarda bir g'alati tushuncha bor-da. Hozir men birovga chiqib aytsam-da, ko'chada chekib turgan odamga, "Hurmatli do'stim, chekmang, bu sog'lig'ingizga zarar" desam-da, masalan, shunaqa desam, o'sha odam menga nito qaraydi-da, jahli chiqadi. Menga qara deydi, "Sen ana bor-ku, ana u nasha chekayotganlarga gapir" deydi. "Aroq ichayotganlarga gapir" deydi. "Narkomanlarga gapir" deydi. "Sen nega menga gapiryapsan" deydi. Lekin men u odamga faktni aytyapman, chekib turganini ko'rib, "Chekmang, bu sog'lig'ingizga zarar" deyapman. U odam esa aybni o'zidan olyapti-da, boshqalarga tashlayapti. Xuddi u aybdor emas-da, xuddi uni yon atrofdagilar aybdorda, o'sha ichayotgan narkoman odam, nasha chekayotgan odam buni chekib turganiga aybdorda, hamma aybni o'sha yondagilarga to'nkayapti. Nimaga odamlarga hozirgi paytda bir narsa desangiz, boshqalarni misol qilib tashlaydi? Nimaga shunaqa bo'lib qolgan odamlar? O'ziga javob bermaydi-da, boshqalarni misol qiladi. Mana bu odamni urma desang, "Ana yoqda odamlar bir-birini o'ldiryapti-ku" deydi. Hani yerda odam bir-birini o'ldiryapti degani san ham birovni ur degani emas-ku, to'g'rimi? Yoki da ana yerda birov nasha chekayotgan bo'lsa, aroq ichayotgan bo'lsa, yo narkoman bo'lsa, san ham chek degani emas-ku, to'g'rimi? Shu narsani o'ylab ko'ringlar. Nega ayrim ko'p odamlarning miyasi mana shunaqa ishlayapti hozirgi paytda? Siz borib unga qilayotgan ishini xatoligini aytyapsiz, lekin u sizga boshqalarning xatosini tiqishtiradi. Nimaga shunaqa? O'ziga javob bera olmaydi. Chunki o'sha paytda o'zining ishini xatoligini 100% biladi ich-ichidan va o'ziga javob bera olmay, boshqalardan ayb qidiradi. Bor o'shalarga gapir, menga gapirma deydi. Albatta men Shohjahon Jo'rayevni hurmat qilaman. Bu haqoratni Shohjahon Jo'rayev yozmagan, albatta uni shunchaki storieslariga qo'yganlar. Bu haqoratni o'sha boshqa Instagram sahifasi egasi yozib qo'ygan. O'sha meni nima deb haqorat qilgan bo'lsa, men o'sha narsa bo'lib qolganim yo'q, Xudoga shukr. U shunchaki bo'yniga yana bitta gunoh orttirdi. Tamom, boshqa gapimiz yo'q. Men nima uchun o'z shaxsiy fikrimni bildirdim? Aynan mana shu X Factorga nisbatan, chunki X Factorni yoshlarimiz ko'radi, yosh bolachalar ham ko'radi. Shuning uchun gapirdim. Unda men Hapcha qiziqtirmaydi bu narsalar. Hozir mana shu Qozog'istonlik qiz mana shu ahvolda chiqdi. Ertaga yana birontasi o'zimizdan shunday chiqsa bo'lar ekan-da deb mana shunaqa kiyinib chiqadi yana. Shunaqa do'stlar. Ha, yana bitta gapni aytish esimdan chiqdi. Biz Shohjahon Jo'rayevni yomonlaganimiz yo'q. Aynan mana shu ishga Shohjahon Jo'rayev aybdor deyotganimiz yo'q. Biz Shohjahon Jo'rayevni hurmat qilamiz. Shunchaki o'zimizni shaxsiy fikrimizni bildirdik. Shohjahon Jo'rayevga yarashmaydi turib mana shunaqalarga qarsak cholish degan fikrni aytdik xolos. Menimcha bu shouda turib qarsak cholish majburiy emas u, hakamlarga. Hakamlar o'tirib ham jim turib ko'rsa ham bo'ladi. Hurmatli do'stlar, tan olinglar, bizni O'zbekistonga bunaqa narsalar yarashmaydi. Biz o'zbekmiz, bekmiz. Yana bitta narsani o'qidim. X Factor loyiha egalarining ogohlantirishiga qaramay, u qozog'istonlik qiz baribir kalta kiyib uyatsiz harakatlar qildi. Xo'p, qozog'istonlik qiz ogohlantirishga qaramay chiqib ketibdi. Bunga nisbatan oddiygina yechim bor edi. Shunchaki shovni to'xtatib, hakamlar bizga qo'shiqchini kiyinish uslubi yoki-da aytish uslubi, mayli kiyinishni aytmasdan shunchaki bizga aytish uslubi yoqmadi. Biz yo'q deymiz deb chalasi ham bir ovozdan yo'q desa, bu qiz shunday chiqqan joyidan qaytib kirib ketardi. Oddiygina yechim. Sog' bo'linglar. Nimaga kuyinib, achinib gapiryapman? Prosta X Factorni yoshlarimiz ko'radi, yosh bolalarimiz ko'radi. Hamma qiziqib ko'radi-da, shuning uchun gapirdim. Nima uchun Shohjahon Jo'rayevga kelib taqaldi hamma narsa? Chunki hamma prekrasno biladi buni. Shohjahon Jo'rayevga qaysidir ma'noda bu meni shaxsiy fikrim, bunaqa ish yarashmaydi. Jasminga yarashishi mumkin, Shahriyorga yarashishi mumkin, turib qarsak cholsa, bir-biriga to'g'ri kelishi mumkin, lekin Shohjahon aka sizga yarashmaydi. Xafa bo'lmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.